Assalomu alaykum. Bugungi video darsligimizda yurakni o'tkazuv tizimi haqida gaplashamiz. Yurakni o'tkazuv tizimi complex stimulans cordis deyiladi. Yurak miokardini doimiy ravishda, ya'ni ritmik qisqarishini uni o'tkazuv tizimi nazorat qilib, ya'ni boshqarib turadi. Yurakni o'tkazuv tizimi nima degan savolga avvalo javob berib olishimiz kerak. Yurakni o'tkazuv tizimi bu yurak nervlaridan, ya'ni o'sha yurakka kelgan nervlardan yurakni bo'lmachalari, demak yuqorida bu haqida aytib o'tganmiz, o'ng va chap bo'lmacha, o'ng va chap qorincha. Demak, yurakni bo'lmachalari va qorinchalarining mana bu miokard qavati mana. Miokard qavatiga, ya'ni muskullariga qo'zg'alishlarni o'tkazish xarakteriga ega bo'lgan atipik mushak tolalaridan iborat bo'ladi. Qisqacharoq qilib aytadigan bo'lsak, demak o'sha yurak nervlaridan yurakni mushaklariga qo'zg'alishlarni o'tkazib beradigan atipik mushak tolalaridan iborat bo'ladi. Yurakni o'tkazuv o'sha tizimini tushunishda ikkita tugun juda ham katta ahamiyat kasb qiladi. Bular demak nodus sinatrialis, ya'ni demak biz buni aytamiz sinatrial tugun deb aytamiz va ikkinchisi nodus atrioventricularis, ya'ni bo'lmacha va qorinchalar orasidagi tugun. Demak, birinchi tugunimiz yurak vena bo'shlig'i va bo'lmacha orasidagi tugun ekan, ya'ni sinatrial tugun. Latin tilida nodus sinatrialis deb aytdik. Endi u o'zi qayerda bo'ladi degan savolga javob beramiz. Sinatrial tugun, ya'ni yurak vena bo'shlig'i va bo'lmacha orasidagi tugun, demak o'ng bo'lmacha devorida joylashgan bo'ladi. Albatta o'ng bo'lmachani devori bu juda katta sathni egallaydi. Aynan qaysi qismida? E'tibor qilamiz, mana bu yuqorigi kavak vena. Ichkarida yuqori kavak venani teshigi bor. Mana bu demak o'ng quloqcha. Demak, yuqorigi kavak venani teshigi bilan o'ng quloqcha orasida aynan o'sha sathda demak joylashgan bo'ladi. Aynan mana shu sinatrial tugun. Takrorlab aytaman. Demak, yuqorigi kavak venani teshigi bilan o'ng quloqchani orasida tugun joylashgan bo'ladi. Endi bu tugun o'sha yurak nervlaridan kelgan impulsni qabul qiladi va o'zini tolalarini bo'lmachalarni devoriga beradi. Demak, o'ng bo'lmacha va chap bo'lmachani devoriga beradi. Bo'lmachani devoridagi miokard qavatiga beradi. Men yuqorida aytib o'tdim, bular impulsni asosan miokardga beradi, mushaklarga beradi. Chunki qisqarib bo'shash xarakteriga ega mushaklarimiz. Demak, bo'lmachani mushaklarini qisqarib bo'shashini aynan uning tarmoqlari nazorat qiladi. Ikkinchi tugunimiz bo'ladigan bo'lsa, ya'ni nodus atrioventricularis. Yurak bo'lmachasi va qorinchasi orasidagi tugun. Endi bu bizga ma'lumki, mana bu yer bo'lmachalar aro to'siq, ya'ni o'ng bo'lmacha bilan chap bo'lmachani ajratib turadigan to'siq. Mana shu to'siqni pastki qismiga, taxminan mana shu yerga to'g'ri keladi bu tugunimiz. Demak, ikkinchi tugunimiz bo'lmachalar aro to'siqning pastki qismiga to'g'ri keladi, joylashgan sohasi. Uni nomini demak nodus atrioventricularis deb aytdik. Ya'ni bo'lmacha qorincha orasidagi tugun dedik. Endi ikkinchi tugunimizdan chiquvchi tarmoq, demak biz qayerda joylashganini bildik. Undan chiquvchi tarmoq bu dasta hisoblanadi. Ya'ni fasciculus atrioventricularis deyiladi. Fasciculus atrioventricularis, ya'ni bo'lmacha qorincha dastasi bo'lib, u demak yuqorida aytib o'tganmiz, qorinchalar aro to'siq. Qorinchalar aro to'siq ikkita qismdan iborat edi. Uni yuqorigi parda qismi va muskul qismi. U taxminan yuqorigi o'sha parda qismiga joylashadi. Va uni asosiy vazifasi bo'lmachalar va qorinchalarning miokard qavatini, ya'ni o'sha muskul qavatini o'zaro bog'lab turish, ya'ni impulslarni o'zaro o'tishini ta'minlashdan iborat bo'ladi. Demak, takrorlayman, bo'lmachalar va qorinchalarda miokard qavatini o'zaro bog'lab turish aynan mana shu fasciculus atrioventricularisning asosiy vazifasi hisoblanadi. Demak, u endi o'sha mushak qavatini, demak mushak qismini
qorinchalar aro to'siqni mushak qismini ikkita tomonidan pastga yo'naluvchi oyoqchalarni hosil qiladi. Va bu oyoqchalar, demak, o'ng va chap oyoqchalar hisoblanadi. Crus dexter et sinisterlar bular demak pastga, qorinchani pastigacha tushadi ikkita tomondan va yana yuqoriga qorinchalarni butun o'sha devorini ta'minlovchi yuqoriga chiquvchi tolalarni hosil qiladi.